Mana. Bollarni zo'ridan olib kelib qo'ydi, xudo xolsa. Obunachlar, assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Xayrli kunlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Tinchmisizlar? Mana endi kanallar orqasida turib, mana qilib video qilib bo'lmadi. Ustozga berdik, sekin syomkani qilib turadi. Biz bir qator men o'zim narxlarni yoritib beraman. Akalar, mana bu molni ko'ryapsizlar, Spark'ni. To'rtkurak oltinchisini yoryapti. Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Mana bu Spark qarang. Sog'aman deydigan odamga suti ham bor. 4 oylik bo'g'oz. Bo'ylari 1.35, 1.36 kelyapti. 1.35 ga olsin. Narxi ozgina video qilamiz, manfaatli video qilamiz. Narxi 27 million ham yo'q pul, 26 million 800 mingga telefon qilsin, ketdi sotdi vodiy bo'ylab dastavkasiga. Mana bu yuvoshliklari sog'diradi, qanchadir suti bor. Endi ikkinchi molimizga keladigan bo'lsak, gibrid. Ko'p bilgan bo'lsangiz, ko'pi gibrid, bu ham gibrid, oqqalla. Mana bu ham sementalga gibrid o'najinimiz. Birinchi qoringa 3 oydan oshgan bo'g'oz, 3 oyga beraman. Bo'ylari 1.20 dan oshiq, 1.20 ga ketadi. Narxini aytaymi, narxini? Tagarni xotirjam ishlataman. Suskalarni qarang. Ha, chadoni qarang. Ha, qarang. Ha, qarang. Narxi 21 millionga ketdi, vodiy bo'ylab dastavkasiga. Sotdim 21 millionga. Mana. Sparkmi? Abror. Endi yetib estonimiz bor. Spark qarang. Kuraklari 2 dona birinchi qoringa 9 oylik bo'g'oz. 3-4 kunni yag'ida, xudo xohlasa. Ushlatchlari yuvosh, chap 10 tanlamaydi. Sog'averadi, qanchadir suti bor tuqqandan keyin bitta bo'qa to'qib qolsa, yaxshigina pulga sotib olsin, savdogar akalar telefon qilib olsin, sotiladi. Narxi 21 millionga telefon qilsin, katta obunachilar 21 millionga bor ekan. Katta 21 million. Ashta kichkinagina buzoqcha bor. Naslga shu o'zimga alik qilaman deb olib kelib qo'ydim. Buni ham sotaman, ishqibozi bo'lsa. Ha, uzoq qilib qo'yib qo'yaman. Joni hisobi bura qarang. Avrorbek 12 millionga telefon qilsin, yaxshi kamini qilib beraman. Ha, onasi san. Mana. Sparkni qarang. Kala holatini bitta olib qo'ying. Sementalga gibrid o'rnatamiz. Endi videoni 6 ta mol bor, 3 tasini oldik. Bitta mollar sal joy kichkinaligi uchun 3 tasini narga tarafdan olamiz. Bitta lakin bularni obunachi bo'lib qo'yasizlar, obunani bosib qo'ysanglar, har kun mana shunaqa bilasizlar-ku. Karnon bu Namangan viloyat Chust tumani Karnon deymani. Karnonda mol nihoyatda ko'p. Savdogar ham ko'p, dehqon ham ko'p. Har bitta odamning uyida 5 ta 6 ta mol bor. Mol yo'q, xonadonni o'zi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ketdinglarga mollar.